qaysi o'zini hurmat qilgan yigit boshqa bilan 2 oy repetitsiya qilgan qizni oladi? Eshitmaymiz yo'ldan nigohimiz bor, boshqa narsamiz bor. O'zga bitta kvartira xizmat qildik, ishimiz bor, joyimiz bor, yashab ko'ryapmiz. Bir-birimizga to'g'ri kelamiz, bu mumkin shunaqa qilish? Yo'q, mumkin emas. Nikohsiz qonuniy ro'yxatdan o'tmasdan prosta yashash. Ma'naviy tarafdan tushuntiraman, ham qonuniy tarafdan. Birinchidan, qonuniy tarafdan, endi yurist bo'lganimga qonuniy tarafdan, sizda o'rtangizda o'sha qiz bilan orangizda hech qanaqa huquq majburiyat bo'lmaydi. Mayli, siz o'zingizni men boquvchiman, topgan pulim ertaga mashina olsam ham o'zimniki bo'ladi deb siz manfaatli ko'rishingiz mumkin. Lekin ayolingiz olgan mashina ham sizniki bo'lmaydi. Iqtisodiy tarafini oladigan bo'lsak, keyin ertaga masalan farzandni metrkasini olishda ham deylik ozgina muammo bo'ladi. Bartaraf qilish mumkin, lekin muammo bo'ladi. Qiz tarafiga ertaga yigitga yoqmadingiz, bir deb haydab yuboradi. Hech narsa qila olmaysiz. Chunki siz qog'ozda hech kim emassiz. Hech kim emas. Sizni qachonki qonunan nikohdan o'tgandan keyingina o'rtada huquq va majburiyatlar yuzaga keladi. Ya'ni topgan boyligingiz o'rtada 50-50 bo'linishi, farzandda hech qanaqa muammosiz raddomda o'tirishingiz bilan metrga kelishi, bular hammasi qonuniy nikohdan keyin bo'ladigan holatlar. Masalan, siz ertaga xudo ko'rsatmasin ajrashadigan bo'lsangiz ham bolangizga alimentni otalik belgilab turib olishingiz mumkin, lekin o'zingizga hech qanaqa moddiy ta'minot ola olmaysiz. Qachonki sizning qonuniy nikohingiz bo'lsagina siz moddiy ta'minotni ola olasiz. Bu qonuniy tarafdan. Ma'naviy tarafdan qanaqa bu narsani to'g'ri deyish mumkin? Birinchidan zino, ikkinchidan bu oila qurishlik bir boshdagi do'ppi emaski, bugun olib bunga kiydirsang, ertaga olib unga kiydirsang. Yigitga bu qaysi, hatto men buni to'g'ri demayman yigitlar uchun ham, lekin yigitlar uchun isnodlik darajasini ozgina kamroq desak, qizlar uchun o'ta yuqori. Bu nima degani? 2 oy u bilan yashadi, xarakterimiz mos kelmadi, bunisi bilan yashadi, keturadim shunaqa. Qaysi o'zini hurmat qilgan yigit boshqa bilan 2 oy repetitsiya qilgan qizni oladi? Hozirgi zamonaviy qizlar balki buni bilmayman, qanaqa talqin qiladi, qanaqa o'ylaydi tushunmayman, lekin qiz bola uchun or-nomus birinchi o'rinda.